Assalomu alaykum. Avval salomlashib olaylik, tuzimsan. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Kayfa halik? أنا بخير الحمد لله. Masmuka. اسمي نادر. Tafadhol. Xo'p, qaysi mavzu? Bugun fe'lni oldingi zamonda tuslanishini o'rgataman. O'tgan zamonda tuslanishini. O'tgan zamonda tuslanishini o'rgataman. Arab tilida nima deyiladi o'tgan zamon? Fi'lul Sal bu yoqdan qarab gapiramiz. Fi'lul mazi. Fe'lul mozi. Xo'p. O'sh misol uchun zahaba fe'lini Aha. tuslab yozib olganman. Aha. Men ketdim bo'ladigan bo'lsa zahabtu bo'ladi. Zahabtu. Xo'p, shunda mutakallim uchun, ya'ni odam men deb gapirayotgan payt qaysini qo'shamiz ekan? Tu. Tuni qo'shamiz va fe'lni mana bu harfini nima qilishimiz kerak? Sukun qilamiz. Sukun qilishimiz kerak. Yaxshi. Sen ketding muzakkari zahabta bo'ladi. Ta qo'shiladi. Xo'p, barakalla. U ketdi bo'ladigan bo'lsa, zahabani o'zi yoziladi. Zahaba u ketdi degan ma'noni anglatadi. Agar t qo'shadigan bo'lsa, zahabat bo'lsa, u ketdi muannas ma'nosini anglatadi. Qiz bolaga. Qiz bolaga nisbatan. Yaxshi. Zahabni biz ketdik. Oxiriga na qo'shganimiz biz ketdik degan ma'noni anglatadi. Sizlar ketdingiz ko'plikda muzakkarga zahabtum bo'ladi. Oxiriga tum qo'shamiz. Bu muzakkarga, ya'ni erkaklarga. Erkaklarga. Xo'p. Bu zahabtunna muannas qizlarga nisbatan. Ular ketdilar ko'pligi zahabu bo'ladi. Muzakkar erkaklarga nisbatan zahabu bo'ladi. Ayollarga nisbatan zahabna bo'ladi. Hozir mana bu bilan buni farqi bormi? Ya'ni biz ketdik bilan u ayollar zahabna n oldiga alif kelib cho'zilgan bu yerda n o'zi. Tushunyapsizlar? Zahabna bo'lsa, ya'ni alif bo'lmasligi kerak, cho'zilmasligi kerak. Agar cho'zilsa, bu ma'no. Biz bo'lib qoladi. Biz bo'lib qoladi. Cho'zilmasa ayollarning ko'pligi. Ayollarning ko'pligi. Ularda. Ular. Xo'p. Hozir bunga o'ziga mos olmoshlarni yoniga yozib bera olasizmi? Xo'p, misol uchun zahabtu, ya'ni ana zahabtu men bo'ladi. Yaxshi. Mana bu zahabatda nima bo'ladi? Zahabat. Xo'p, zahabadachi? Zahabada huva bo'ladi. Savollar bormi sizlarda? Endi hali sun'iy chiqmasin-da, rostdan. Bu dars paytida shunaqa o'tiradigan. Nahnu bo'ladi. Xo'p, zahabnaga nahnu bo'lar ekan. Zahabtumga zahabtumda nima bo'ladi? Antum. Mashallah. Mana bu zahabuda nima bo'ladi? Hum bo'ladi, bunga hunna bo'ladi. Hunna bo'ladi. Yaxshi. Xo'p, yana nimalar bor? Savollar bormi? Zahabtini muannasi. Zahabtini muannasida nima bo'ladi? Zahabti o'zi muannas-ku. Anti bo'ladi. Anti bo'ladi. Mashallah. Men test tuzib keluvdim. Test? Aha. Qani bolalar. Qani yana bitta bormi? Yo'q, bo'ldi. Bo'ldi? Shunaqa qilib. Bo'ldi. Nechta savoli bor? 4ta. Yaxshi, qani? Savol 5 ta shekar. Sizga 5 taligi tushibdi-da. Ruchka bormi hammada? Birinchi savolda to'g'ri javoblarni tanlang degan. U erkak yozdi. Mana shuni o'tgan zaman. Kataba yaktubu, katabat. Qaysi biri bo'ladi? Katabtu. Variantlari shunaqa? Variant. Kataba bo'ladi. Kataba bo'ladi. Ikkinchi savol biz o'tirdik. Jalasa, jalasna, ijlis, yajlisu. Qaysi bo'ladi bunda? Jalasna bo'ladi. Jalasna. Alif bilan. Xo'p. Ular ketdilar ayollarga nisbatan. Zahabtu, dakhala, katabti, zahabna. Qaysi biri? Zahabna. Alif yo'q-a buni? Yo'q. Mashallah. Qavs ichidagi fe'lni to'g'ri
to'g'ri shaklga keltirib yozish kerak. Qaysini? Ha, fe'llar berilgan, to'g'rilash kerak. O'shani to'g'rilab yozish kerak. Ha, qani? Qaysilar? Ha. Ana qovus ichida zahab yozilgan ilal madrasati. Ha. Oxirgisini to'g'rilaganiz qani? Anti darasti. Qiz bolaga moslashtirilgan. Ana zahabtu. Hum daxol. Mobilograf ovosiga bunday kamerada kelib ko'rsatib beradigan qilib qo'yamiz. Ha. Ha, baho qo'yib bergan, tekshirib. Men tekshiryapman, Nodir, sen tekshirib o'zing. Ha. Bahosini keyin Telegramdan qo'yib qo'yamiz. Xo'p, o'tgan zaman haqida qanaqa savollar bor bizda? Endi majhuli ham bo'ladi-ku, bu Nodir. Uni keyingi darsda o'tamizmi? Ha, uni keyin ko'ramiz. Ha, savoliga ham hojat qolmadi. Savol bor edi, javobini berib qo'ydi. Rahmatjon, sizda-chi? Men bu. Savol yo'qmi? Savol bormi? Yo'q. Ha. Yo, zo'r tushungan odamda bo'lmaydi savol yoki umuman tushunmagan odamda. Ya, bu yerda hamma birinchi bani. Birinchi variant gapi.